2025 yil 11 noyabr kuni soat 19, 5 da Milliy telekanalida Kuyovi yo'q chimildiq. 5 kunlik dunyo nomli serialning 2 qismi namoyish etiladi. Birinchi bo'lim tomoshabinlarda katta taassurot qoldirgan bo'lsa, bu safargi davomiy qism yanada chuqur his-tuyg'ular va hayotiy haqiqatlarga boy bo'lishi kutilmoqda. Serial ijodkorlari hayotiy voqealarni yumor bilan uyg'unlashtirgan holda, insoniy tuyg'ularning murakkabligini mahorat bilan ochib berishgan. Aktyorlarning tabiiy ijrosi, yuzdagi har bir ifoda, so'zlardagi samimiyat, bularning barchasi tomoshabinni ekrandan uzoqlashtirmaydi. Ikki qismda qahramonlar o'z ichki kechinmalarini yanada ochiqroq namoyon etishadi, hayot ularni tanlov qilishga majbur etadi. Bu serial nafaqat hikoya, balki hayot darsi, har bir lahzani, har bir insonni qadrlash kerakligini eslatib turadi.